Afsuski, o'zbeklar uchun yana bir yomon xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida erkak aliment to'lovlari masalasida janjalda turmush o'rtog'i va 2 yoshli qizini pichoqlab o'ldirdi. Unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida erkak aliment sababli turmush o'rtog'i va voyaga yetmagan qizini o'ldirib qo'ydi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati gazetaga ma'lum qildi. Xabar berilishicha, O'zbekiston tumanining Nursug' mahallasida yashovchi 34 yoshli, ismi qisqartirilgan AX 3 noyabr kuni 27 yoshli turmush o'rtog'i, ismi qisqartirilgan SS bilan farzandi uchun aliment to'lovlari masalasida janjallashgan. Erkak oshxona pichog'i bilan xotinini hamda 2023-yilda tug'ilgan qiziga jarohat yetkazgan. Jabrlanuvchilar shifoxonada vafot etgan. Ismi qisqartirilgan AX esa voqea joyidan yashiringan. Aniqlashtirilishicha, janjallar sabab ayol qizlik uyida yashab kelgan. Holat yuzasidan erkakka nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va u protsessual tartibda ushlangan. Hozirda ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Marhumning yaqinlariga hamda oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, boshqa fuqarolar uchun ham o'rnak bo'lishiga o'z hissangizni qo'shib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.